Salom men azizlarim, sizlar bilan uchrashganimdan xursandman. Yana sizlar bilan diydorlashtirib qo'yganiga Allohimga hamd sanolar bo'lsin. Xo'p, ro'za Ramazon kunlari hammaga muborak bo'lsin. Ozgina vaqtlar qoldi. Ro'zamizni ochishimizga ham Xudo xohlasa bugun Xudo xohlasa bitta chiroyli ochirim qilib qo'ymoqchiman ertangi kun uchun. Ertangi kunda bizlar nimalar kutyapti, shular haqida jichcha ochirim qilib qo'ymoqchiman. Hammalaringizni yaxshi ko'raman. Ozgina vaqt o'tkazish uchun shu kartalarni tashlab ko'rmoqchiman. Xo'p, ertangi kunga omadlarni kelishi, jinday achchiqlanib o'tib ketadigan insonlarimiz ham borligini aytyapti. Pullarni kelishi bor, balkim oylik olarsiz, balkim bir keladigan pullar bordir. Shunaqa bo'ladigan kunlar bo'lyapti. Ba'zi bir insonlarimiz jinday bir nima desam bo'ladi, bir tushkunli holatlarda turganlarimiz bor ekan. Ba'zi birlarimizni ota eshigida yurgan ayollarimiz, bir ota eshigidagilar bilan bir muloqotda bo'layotganlarimiz, balkim bir iftorliklar qilib ko'rishishlar, balkim bir anaqalar ba'zi bir insonlarimiz uchun Xudo xohlasa hayotida yaxshi o'zgarishlarni bo'lishi, to'y tomoshalarni bo'lishi deb aytyapti va yana ba'zi bir insonlarimizda bir nima desam bo'ladi, yangiliklarni kelishi, jinday bir oilasida jichcha bir diqqatchiliklarni ham bo'lishi, bir noxushroq xabarni eshitishi bor deb aytyapti. Ba'zi bir insonlarimiz bo'lsa jinday tushkunlikka tushib qolgani, bir ozgina bir kasal bo'lib yotib qolganini aytyapti. Yana ba'zi bir insonlarimizga yo'l tushyapti, tanlov qila olmayapsiz, barakatli yo'llar deb aytyapti. Xudo xohlasa bu 3 yo'l Xudo xohlasa bir yo'lni tanlaydi deb aytyapti va yana ba'zi birlarimiz uchun hushyor bo'lasiz, orqangizdan pichoqlanib qolmang. Kimdir siz orqangizdan ish qilyapti, nihoyatda hushyor bo'ling. Yana buni Alloh bilguvchi. Xudo xohlasa yana ertaga chiroyli bir ochirim qilamiz. Shu ochirimda ko'rishguncha sizlar bilan xayrlashib qolaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qisqa bo'lsa ham ozgina bir ochirim qilib qo'ydim. Yana sizlar bilan ko'rishaman degan umiddaman.